Assalomu alaykum. Bugun biz Odoo'dagi employees, ya'ni xodimlar modulini ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Hozir biz asosiy xodimlar panelidamiz. Yuqorida xodimlarimizning kartochkalarini ko'rishimiz mumkin. Chap tomonda kompaniya va department bo'yicha filtrlar bor. Bu kompaniya va bo'limlar bo'yicha filtrlar. Misol uchun management yoki professional servis bo'limini tanlasak, faqat o'sha bo'limdagi xodimlarni ko'ra olamiz yoki boshqalar. Qidiruv panelidan bo'lsa, xohlagan ishimizni yozib topishimiz mumkin. Xodim kartochkasi bilan tanishib chiqaylik. Keling, bitta xodimimizni misolida ko'rib chiqamiz. Uni ustiga bosamiz. Qarang, bu yoqda xodim bo'yicha barcha ma'lumotlar bor. Work, ya'ni ish. Bu tabda qaysi bo'limda ishlashi, lavozimi, menejeri kimligi va ish joyi manzillari ko'rishimiz mumkin. Va rezyuma. Rezyuma bo'limida uni tajribasi, o'qigan joylari bor. Certification. Bu tabda xodimi bilimlari borligini, nimalardan bilimlari borligini, qanday sertifikatlari borligini, Odoo yoki umuman boshqa sertifikatlari borligini ko'rishimiz mumkin. Personal information. Bu bo'limda xodimi pasport ma'lumotlari, bank hisob raqamlari, oilaviy holati va hatto nechta farzandi borligigacha, uylangan, uylanmaganligigacha yozilgan bo'ladi. Hamma ma'lumotni topishingiz mumkin. Payroll, ya'ni ish haqqi bo'limida bo'lsa, xodimning oyligi, shartnoma turi, fixed wage, ya'ni belgilangan ish haqqi va haftasiga necha soat ishlashi ko'rsatilgan. U ishxonalarga qarab o'zgarishi mumkin yoki siz yana manually, ya'ni o'z qo'lingiz bilan qo'shishingiz ham mumkin. Endi salary adjustment degan tabga o'tamiz. Ba'zan xodimlarning oyligidan tashqari qo'shimcha pul berish yoki qo'shimcha pul olishga majbur bo'lishimiz mumkin, ya'ni jarima. Buni shunchaki salary adjustment tabi orqali qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni add adjustment tugmasini bosamiz va yangi kichkina oyna ochiladi va u yerda type turi bor. Bu yerda nima uchun pul beryapmiz yoki olyapmiz, shuni kirgizamiz. Amount, ya'ni bu yerda summani yozishimiz kerak. Agar u manfiy bo'lsa, ya'ni biz undan olayotgan bo'lsak, oyligidan ushlab qoldik degani. Shunda minus qo'yib yoziladi. Minussiz oddiy yozsak, oyligiga qo'shimcha haq to'lanadi. Date, qaysi oydagi yoki qaysi oylikda aks etish kerakligini belgilaymiz. Misol uchun yanvar, fevral yoki umuman boshqa. Va settings tabiga o'taylik. Bu yoqda xodimlar texnik sozlamalar uchun javob beradi. User, ya'ni foydalanuvchi, bu eng muhimi. Xodim tizimiga kira olishi uchun unga foydalanuvchini biriktirishimiz kerak bo'ladi. Agar no user link turgan bo'lsa, u tizimga kira olmaydi. Ismini tanlaymiz va u endi tizim a'zosi bo'ldi. Approvers, ya'ni tasdiqlovchilar. Agar user ta'tilga chiqmoqchi bo'lsa yoki biror xarajat qilmoqchi bo'lsa, kim ruxsat berishi kerak? Approvers bo'ladi. Ya'ni bu yerga xodim ta'tilga chiqmoqchi bo'lsa yoki biror xarajat qilsa, unga ruxsat berish kerak bo'lgan inson belgilanadi. Time off, ya'ni ta'tilni kim tasdiqlaydi? Expenses, xarajatlarni kim tasdiqlaydi? Hammasini roliga qarab belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. U xodim ishga kelganda yoki narsa sotganda o'zini maxfiy kodini berishi kerak bo'ladi. Appraisal, ya'ni baholash. Next appraisal date, ya'ni keyingi safar uni qaysi ish kunida tekshiramiz. Ya'ni agar misol uchun uni bugun tekshirdik va 3 oylardan keyin yana baholamoqchimiz, belgilab qo'yishimiz mumkin. Albatta xohlagan bir oydan keyinmi yoki bir haftadan keyinmi bo'lishi mumkin. Faqat bu yerga belgilash kerak bo'ladi sanani. Va yuqoridagi tugmalar, ya'ni statuslar. Yuqorida ko'rganingizdek, u yerda create user, requested appraisal, launch plan kabi tugmalar bor va on tarafda absent, ya'ni yo'q degan tugmani ko'rishingiz mumkin. Bular nima? Launch plan, ya'ni yangi xodim kelsa, unga o'rgatish rejasi shu tugma bilan bosib belgilashimiz mumkin. O'ng tarafdagi absent, ya'ni yo'q degan. Agar xodim ishga kelmagan bo'lsa, u yoqda absent degan yozuv ko'rinadi. Create user, agar u hali tizimda bo'lmasa, shunchaki shu yerdan ham uni tizimga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Request appraisal, ya'ni ishlarni tekshirish uchun unga so'rovnoma yuborishimiz mumkin bo'ladi bu tugmani bosib. Xodim o'ziga o'zi baho beradi, ya'ni employees feedback va menejeri o'z fikrini yozadi, ya'ni managers feedback. Ikkita ustun paydo bo'lgan bu yerda ko'rishingiz mumkin. Oxirida unga final rating, ya'ni yakuniy baho beramiz.
Masalan, strongly expectation, ya'ni kutilgandan ancha yaxshi, va yuqorida departmentga o'tamiz. Departmentga o'tganimizda ko'rishingiz mumkin, bu yerdagi barcha bo'limlar, ya'ni departmentlarni ko'rishimiz mumkin. Bular administration, management, sales, research development va boshqalar bo'lishi mumkin. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin employees degan, two employees, one employee degan yozuvlarni ko'rishingiz mumkin. Bu aynan shu departmentda nechta xodim ishlashi. Agar siz ustiga bosib kirib ko'rsangiz, aynan faqat shu departmentda ishlaydigan, faqat shu bo'limda ishlaydigan xodimlarni ko'rishingiz mumkin. U yerda ularni telefon raqamlari, aynan qaysi kasbda ishlashi va ularning menejeri kimligi ko'rinib turadi. Va departmentning ustida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda new applications degan yozuv bor. Bu ya'ni ko'rib chiqish kerak bo'lgan arizalar. Ya'ni ishga topshirishgan va menejerga nisbatan tezroq ko'rib chiq degan ma'noni beradi. Va time of requests, dam olish uchun so'rovnomalar va appraisals, baholash uchun kerak bo'lgan xodimlarni ko'rishimiz mumkin. Va pastda absence degan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda aynan shu departamentda nechta odam kelgan yoki kelmaganini bilishimiz mumkin. Learning bo'limiga o'tamiz va u yerda ko'rishimiz mumkin certifications va training attendance degan bo'limlar bor. Learningda certificationsga kirganimizda bu yerdan aynan qaysi xodimning nimadan sertifikati borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va u qaysi vaqtdan qaysi vaqtgacha amal qilishini bila olamiz. Training attendance, ya'ni aynan bu training uchun, ya'ni trainingga kelgan xodimlarni ko'rishimiz mumkin. Ularning rezyumelari va sertifikatlari turadi bu yerda. Va reporting bo'limiga o'tamiz. Skills inventory, ya'ni qobiliyatlar ombori bu o'zbek tilida. Ammo bu yerda nima bo'ladi? Xodimlarning skillari bor, ya'ni qanday ko'nikmalari bor. Til bo'yicha soft skills va programma tillari va sotuv bu yerda ko'rishimiz mumkin. Til bo'yicha u qaysi tillarni biladi, qaysi darajada biladi. Soft skills, ya'ni u jamoa bilan ishlay oladimi, stressga chidamliligi qanday yoki umuman boshqalar. Programming language, ya'ni qaysi programma tillarini qaysi darajada biladi. Marketing, ya'ni unda raqamli marketingmi yoki boshqalar oldida gapira oladimi yoki email marketingmi, turlari bilan ko'rib chiqishimiz mumkin va qaysi xodimlarda bu skilllar borligini bilishimiz mumkin. Va reportingdan certificationsga o'tamiz. Bu yerda qaysi xodimning sertifikatlari borligini ko'rishimiz mumkin. Va biz configurationga o'tdik. Configurationda recruitmentdan job positionsga kiramiz. Ya'ni bu kasb pozitsiyalari. Bu yerda qaysi departamentda qaysi pozitsiyalar borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, misol uchun konsultant, experience developer, ya'ni tajribali dasturchi, human resource manager, ya'ni HR manager, marketing va community manager va training bo'lishi mumkin yoki umuman boshqa. Bularni departamenti bo'yicha ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni management asosida yotibdi. Administration, professional services, research development va boshqalar. Va recruitmentdan contract templatesga kirganimizda bu yerda siz templatelarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va o'zingiz ham qo'shishingiz mumkin bo'ladi albatta. Va employment types, ya'ni bu qanday ishlaydi? To'liq ishlaydimi, qanchadir muddat ishlaydimi yoki internmi yoki umuman studentmi hammasi? Yoki soatga ishlaydimi? Employment typesda buni o'zingiz qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, workers compensation bor. Misol uchun, agar xodim jarohatlansa yoki shunday bo'lsa, bu yerda unga pul to'lab berish bo'yicha ma'lumotlar kirgiziladi. Va skill types, ya'ni bu skilllarning turlari, ya'ni ko'nikma turlari bu yerda. Til bo'yicha boya aytganim soft skill, programma tillari, IT, marketing va sertifikat bu yerda ko'rishingiz mumkin va o'zingiz ham qo'shishingiz mumkin bo'ladi albatta. Va departure reasons, ya'ni ketayotgan sabablari bo'lishi mumkin. U retired, misol uchun pensiyaga chiqqan yoki fired, ishdan bo'shatilgan yoki boshqalar, o'zingiz ham qo'shishingiz mumkin. Bunday sabablarni working schedules, ya'ni u haftasiga qancha vaqt ishlaydi. U flexiblemi, ya'ni o'zgaruvchanmi yoki full fixedmi, to'liq belgilanganmi ko'rishingiz mumkin bo'ladi albatta. Ya'ni bu qanday? U haftasiga 40 soat ishlab bersin, qaysi kun qancha soat, misol uchun qaysidir kun 5 soat, qaysidir kun 10 soat ishlaydi. Flexible, albatta moslashuvchan.
Va configurationdan onboarding, offboardingga o'tadigan bo'lsak, bu nima? Ya'ni offboarding bu ishni tugatish, onboarding ishga kirish bo'yicha xodimlarning planlarini ko'rishimiz mumkin va qaysi biri qanday qadamlar bilan o'tishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi albatta. Ustiga bossangiz va locations, ya'ni ish lokatsiyalarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda uydan ishlaydimi, ofisda ishlaydimi va boshqa joymi? Aynan ma'lum bir lokatsiyami va siz o'zingiz ham yangi lokatsiya qo'shishingiz mumkin bo'ladi albatta. Shu bilan darsimiz tamom. Salomat bo'ling.